Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 21-mart 2026-yil. Dastlabki uzumlarga va bog'ga qiladigan obrobotkamizni qanday tayyorlashni va nima uchun qo'llanilishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Videodan yiroqlashmang. Like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Qani boshladik. Ro'paramizda Lamborghini navi. Buni o'tgan yili payvand qilganmiz. Osti 3 yillik ketmon sopi uzumi. Tak, mana chiqib kelyapti ikkita shox. Mana bunda ko'rishimiz mumkin. Hali kurtaklar harakatga kelmagan, to'liq uyg'onmagan desam ham bo'ladi. Mana teparog'ida bitta kurtagi endi uyg'onish arafasida bo'rtib turibdi. Demak, buni obrobotkasini biz 9,5 litr suvga 1,5 litr isoni qo'shamiz va insektisid 10 gram, 5 gram akaritsid dorisidan qo'shib, aralashtirib purkaymiz. Dubovskiy rozovый. Bunda kurtaklar ancha harakatga kelib, o'sishni boshlagan. Bularga endi xuddi shunaqa rastvor bilan obrobotka qiladigan bo'lsak, bu kurtaklarni kuydirib yuboradi. Shuning uchun kamroq iso qo'shamiz, ya'ni 200-250 gram isoni 10 litr suvga aralashtirib, xuddi shunday insektisid 10 gram, 5 gram akaritsidlardan qo'shib, aralashtirib, bemalol purkashimiz mumkin. O'shanda harakatga kelgan kurtaklarimiz nobud bo'lmaydi va kuyishni oldini olgan bo'lamiz. Bunaqangi obrabotkalar uzumimiz tanasida joylashgan parazitlarni, tuxumlarini yoki lichinkalarni, yerda joylashgan lichinkalarni baribir obrobotka qilganda yerga ham tushadi. Yerdagi o'sha lichinkalarni ham nobud qiladi. ISO nafaqat insektisid o'rnida, balki aidiumga qarshi kurashish uchun birinchi vosita o'rnida samarali qo'llaniladi anchadan beri shu uzumchilik va bog'dorchilik sohasida. Endi esa 10-11 mart kunlari qaytalagan sovuqda nobud bo'lgan kurtaklarimizni ko'rsataman. Bu rizamatimiz, mana ko'rib turganingizdek qurib qolgan, chiqqan kurtaklarimiz. Bularni ko'mishni yo qaytadan yopishni imkoni bo'lmagani uchun shunday qoldirganmiz. Endi bularni ortidan uyqudagi ostki kurtaklar uyg'onib chiqib keladi degan umiddamiz. Ba'zi bir shoxlarida endi uyg'onayotgan kurtaklarni ko'rdim. Mana masalan bu, mana bu ham endi uyg'onib harakatga kelgan. Mana bunisini yaqqol ko'rishingiz mumkin. Mana yam-yashil bo'lib turibdi. Mana bunisi, mana svejiy kurtak. Mana harakatga kelgan. Buni sovuq urmagan, yaqinda chiqdi endi. Sovuqlardan keyin mana bunisi ham sovuqlardan keyin chiqqan. Shunga tushkunlikka tushmaymiz. Mana preobrazheniya uzumimizni bugungi kunga holati mana 21-mart 2026-yil. Kurtaklari uyg'onib o'sishni boshlagan. Osti Husayn uzum. Birinchi navbatda sog'ligimizni o'ylagan holda mana bunday himoya maskalari, ko'z oynaklari va mana kamida mana shunday qo'lqoplarni kiyib olib rastvorimizni tayyorlaymiz. Uzumlarimizni va daraxtlarimizni kurtaklarini holatiga qarab 10 litrga 250 yoki 500 ml ISO damlamasidan qo'shamiz va biron bir insektisiddan va akaritsiddan qo'shib yuboramiz. 10 gram yoki o'zini instruksiyasida ko'rsatilgan me'yorida qo'shamiz. Mana bizning rastvorimiz tayyor bo'ldi. 10 litrli suvga 250 gram ISO, Mospivan insektisiddan 10 gram, 10 gram fufanoldan soldim. Hozir buni yaxshilab yana bitta aralashtirib, kurtaklari bo'rtib chiqqan uzumlarimizga sepamiz. Mana ma'lumot o'rnida bu Oskar uzumimiz o'tgan yil payvand qilingan yeri ko'kka qora payvand qilingan.
Mana buni ham kurtaklari uyg'onib harakatga kelgan. Bunday paytda uzumlarni qirqib bo'lmaydi. Qirsangiz suv tomib kamida 2-3 hafta suv tomchilab ancha-muncha kuchi ketib qolishi mumkin. Hamma foydali minerallar o'sha suv bilan chiqib ketadi. Shuning uchun kesmagan ma'qul. ISO aralashmasini tayyorlash yo'riqnomasini kommentariyada silkasini berib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.